Ota-onamiz bitta bo'lgani bilan hammani o'zini ro'zg'ori bor. Assalomu alaykum. Aka, yaxshi kelding, charchamayapsiz. rahmat. Mashina yuvish kerak emidi? Ha, yuvish kerak edi. Qo'lnima ekan? Ha? Komil, qaravor. Labeshev, Akani boshlasi cho't qilib, chiroyli qilib, taglari bilan yuvib bergin, xo'p? Nima qilsan bu yerda? shu mo'ykada mashina yuvaman. A o'zi mashinang bor edi-yu, ko'chada kira qilib yuruvding. Nima bo'ldi? Sardor akam, aka, bitta qornini talashib tushganmiz-da, unaqami? Kalti berib turing-da bu yoqqa. Ota-onamiz bitta bo'lgani bilan hammani o'zini ro'zg'ori bor. Men senga boshida aytdim. Oddiyroq mashina olgin deb. Shundaymi ukam? Arabani sekin o'zing tortib o'rgan. Yaxshi ish bo'lmabdi. Tezroq mashinani yuvib ber, borib kelgan joylarim bor. Xo'p bo'ladi. Hozir Damas'ga shunchalik o'chirdimi? Ravshanxonaga kutib olmadingizmi aka? Yo'q. Aka qani? Bu avtosalonimiz Avtokarpat avtosaloni Namanganda. Xohlagan viloyatlardan kelishib, rassrochkaga 20%, 25% bilan OLX Tracker Damas xarid qilishsa, hozir aksiya ketyapti. Ham aksiyada g'olib bo'lib ketishligi mumkin. Asosiysi aka bu avtosalonda o'zi hamma ishlari bitadi. Aynan bizga kelgan mijozlarimiz rassrochkaga mashina olganda, OLX Tracker Damas olganda, aynan shu Damas'da sразу yangi mashina oldingizmi? Senga yoqdimi ukam? Yo'qda aka, buyursan. Senga buyursan. Men senga oldim. Aka, men buni ololmayman. Bitta temir deb aka-ukachilarimizga putur yetib qolmasin. Akangdan xafa bo'lmagin. Uni ham o'ziga yarasha muammolari bor. Mashinaga keladigan bo'lsa, mashina mendan senga sovg'a ukam. Yaxshi kunlaringda menga. Shu videoni tagida aynan siz $100 yutib olishingiz mumkin. Uning uchun nima qilamiz o'rtoqlar? Kommentariyada eng ko'p bir raqamini qoldiramiz hamda stories qo'yib qo'yasiz va mana shu videoni kamida bir 10 ta yo 20 ta do'stingiz tarqatib qo'yasizlar. Davay o'rtoqlar, gazini bosamiz. Sizlar uchun arzon hamda qulayini reklama qildim. Rahmat.